İslam adabidan bir dasta. Abduri Şeyx Allama Abdulfattah Abu G'udda. Tarjima qilguvchi Muhammad Qavul Qaraxoni. 18. Ziyofat va hurmatda cho'nglarni va fazil egalarini oldingi o'ringa qo'ying. Avval shulardan boshlang. Undan keyin ularning o'ng tarafidagi kishilardan davom qiling. Shunday qilsangiz, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga amal qilgan va ergashgan bo'lasiz. Yuqorqi cho'ngdan boshla va cho'nglarimizni hurmatlamagan kishi bizdan emas degan ikki hadisni o'z ichiga olgan nurg'un hadislar buning dalilidir. Diqqatingiz shu hadislarning bir qismida bo'lsin. İmam Muslim o'zining sahihida yemak-ichmakning adablari va uning hukmlari babida Huzayfa ibn al-Yamani radhiyallohu anhudan uning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan biror taomga chaqirilib qolsak, taomga avval Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'l uzatmoqcha biz qo'l uzatmaydik. İmam Navaviy rahimahulloh Yaxshilar bag'risi atliq kitobida bu mavzu to'g'risida ayrim bir bob echib, bir qator hadislarni keltirgan bo'lib, men bu yerda shu hadislarning ko'pinchisini zikr qilish bilan kifoyalanaman. İmam Navaviy mazkur bobga ulamolarni, cho'nglarni va fazilat egalarini hurmatlash, ularni boshqalardan ustun bilish, ularni to'riga chiqarish va ularning martabasini ko'tarish to'g'risida deb nom qo'ygan bo'lib, bobdagi mazmunlar tuvandikicha. Alloh taolo mundaq deydi: Aytqanki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. Zumar surasi 9-oyat. Abu Mas'ud Uquba ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytdiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kishilarga Qur'onni eng yaxshi qiroat qila oladiganlar imom bo'lsin. Agar qiroati tang bo'lsa, ularning sunnatni ko'proq biladiganlar imom bo'lsin. Agar sunnat ilmida tang bo'lsa, eng burun hijrat qilganlar imom bo'lsin. Agar hijrati tang bo'lsa, yeshi cho'nglar imom bo'lsin. Muslim rivoyat qilgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytdiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Sizlardan o'zini to'xtatgan fazilatlik aqil kishilar namozda menga yaqin tursin. Andan ularga yaqin bo'lganlari, andan ularga yaqin bo'lganlari, andan ularga yaqin bo'lganlari tursin. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Uhud g'azotida o'ldirilganlarni bir qabriga ikkidan qo'yatdi. Andan Rasululloh ikkisidan qaysi Qur'onni ko'p yodga olgan deydi. Qur'onni ko'p yodga olganligiga qaysi ko'rsatilgan bo'lsa, shuni avval qabriga qo'yatdi. Buxoriy rivoyat qilgan. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytdi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Men misvak ishlatib tush ko'ribdiman. Tushimda mening oldimga ikki odam keldi-dak. O ikkisining biri yana biridan cho'ng ekan. Men misvakni kichigiga sunsam, cho'ng'iga ber deyildi. Men uni qaytarilib cho'ng'iga berdim. Muslim rivoyat qilgan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Musulmon mo'ysibitni hurmatlash, Qur'onni chekdan oshirib o'tmay, tashlabmi qo'ymay o'zlashtirgan qariyni hurmatlash va adil hukmronni hurmatlash Alloh taolani ulug'lashning jumlasidandir. Abu Davud rivoyat qilgan hasan hadisdir. Maymun ibn Abu Shabib radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anhaning yenidan bir tilamchi o'tuvdi, uningga bir parcha non berib yo'lga soldi. Andan uning yenidan ko'rinishi tuzuk, kiyinishi joyida bir kishi o'tuvdi, uni o'ltirg'izib taom berdi. Aisha radhiyallohu anhadan bu vaqtda so'ralganda, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har kishiga o'ziga loyiq muomala qilinglar degan dedi. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qilgan. Shundaqla Hakim fi Ma'rifati ulumul hadis degan kitobida rivoyat qilib sahih degan. Abu Said Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, u mundaq degan: Men Rasulullohning vaqtida kichik bo'lg'achqa Rasulullohdan nurg'un narsalarni anglab yodlab olgandim. Lekin bu yerda yosh jihatdan mendan cho'ng kishilar bo'lg'achqa, men adab yuzasidan so'z qilmayman. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Navaviyning keltirgan hadislari bu yerda tugidi. Demak, yoshda cho'ngroq yoki fazilatliroq yoki ilmliroq kishidan boshlash sunnatdir. Ya'ni, masalan, yoshda cho'ng bo'lish yoki ilmi ko'p bo'lish yoki esil nom sharaflik bo'lish yoki payg'ambarimizning nasabi bilan sharaflangan bo'lish yoki imom rahbarlikka musharraf bo'lish yoki Alloh taolaning yo'lida jihad qilishdan nasibdor bo'lish va yoki xayrli yo'llarga saxovat qiladigan mardlikka noil bo'lishdek biror ortiqchilik bilan so'rindigilardan farqlanib turadigan bir zot bor holda ziyofat va hurmatni shu zotdan boshlash, andan keyin qandoq bo'lishidan qat'iy nazar shu kishining o'ng yonidagi kishidan davomlashtirish sunnatdir. Mana shu tariqa orqali biz o'ngdan boshlashga chaqiradigan hadislar bilan cho'ngdan boshlashga chaqiradigan hadislarni moslashtirgan bo'lamiz.
Ba'zi kishilar o'ngdan boshlash haqidagi hadislarni noto'g'ri tushunib olganlikdan qandoq bo'lishidan qat'iy nazar sohibxon o'zining o'ng tarafidagi birinchi kishidan boshlashi sunnat deb o'ylab oladi. Albuki so'rindoshlarning hammasi fazilat, ortiqchilik va yosh quramda bir xil kishilar bo'lsa, andin sohibxon yuqorqidek o'zining o'ng tarafidagi birinchi kishidan boshlaydi. Ammo jamoat ortiqchilik va fazilatda barobar bo'lib, ichlarida birisi yoshli cho'nliq bilan farqlanib qolsa, shu cho'ngdan boshlaydi. Chunki yoshli cho'nliqning o'zi ortiqchilik sifatdir. Shunga sohibxon yoshli cho'ng kishini boshqalardan a'lo bilib, shuningdan boshlaydi. Imom Ibn Rushd rahimahulloh o'zining bebaho kitobi Al-Bayon va Tahsilda mundaq degan: Jam bo'lganlar ortiqchilikda tang yoki yaqinlashib qolsa, o'ngdan boshlash, ya'ni sohibxonning o'zining o'ng tarafidan boshlashi mustahabdir va bu esil axloqning jumlasidandir. Mushundaq qilganda barobar kishilarning ba'zisini ba'zisidan ortiq ko'tarib o'tishdan saqlanqili bo'ladi. Ammo so'rin ahli orasida olim yoki yoshli cho'ng fazil egasi bo'lib qolsa, nada o'tirgan bo'lishidan qat'iy nazar shu kishidan boshlash sunnatdir va shu kishining o'tirgan yeri to'rdir. Shu to'rdagi kishi xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilganidek o'zidan keyin o'ng yonidagi odamga sunib berdi. O'z vaqtida Rasulullohning oldiga suv aralashtirilgan sut keltirilgan. Shunda u zotning o'ng tarafida bir arabiy, so'l tarafida Abu Bakr radhiyallohu anhu bor edi. Rasululloh sutni elib ichib, qolganini arabiyga bergan va o'ngdan kelsin degan. To'rdagi kishining so'l yonidagi odam ilm, yaxshilik yoki yosh jihatdan o'ng yonidagi odamdan afzalroq bo'lgan taqdirdami, so'ldagi odamga bermaydi. Faqatla Rasulullohga o'xshash o'ng yonidagi odamdan ijozat so'ragandan keyin bersa bo'ladi. O'z vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga bir qachida ichimlik keltirilgan. Rasululloh uningdan azroq ichgan. Shu chaqda Rasulullohning o'ng yonida bir bola, so'l yonida yoshli cho'ng bir qancha kishi bor edi. Shuning bilan Rasululloh balaga bu ichimlikni bularga berishimga ruxsat qilamsan degan. Bala Alloh bilan qasamki, men sizlardan oladigan nasibamni hech kimga o'tinib bermayman degan. Natijada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday qilishda uning haqqi borligiga ishorat qilish uchun darhol qochini uning qo'liga tutqizgan. Alhasil yuqorida zikr qilganimdek to'riga o'tkazilishini taqozo qiladigan biror sifat sohibi bo'lmayli qolsa, mutlaq o'ngdan boshlash shar'iy ishdir. Ammo haq shariat ortiqchilik, sharaf va fazilat deb e'tiborga olgan biror sifat sohibi bor bo'lib qolsa, shaksizki shu sifat sohibidan boshlash talab qilinadi. Sohibxon har qanday holatda o'zining o'ng tarafidagi birinchi kishidan boshlaydi degan atalmish gap bo'yicha sohibxonning o'ng tarafidagi birinchi kishi ushoq bola bo'lishi mumkin yoki so'rin beshi bo'layotgan oqsoqolning yo katta olim o'limaning yo biror esil amirning yoki muhtaram dada yoki tag'ining xizmatkori yoki shofir bo'lishi mumkin. Hatto shofir g'ayri musulmon bo'lishi mumkin. Islom fiqhi va adablarida ziyofat va ikromni mushundoq qavm kattalaridan boshlamay ushoq bola yoki xizmatkor va ya shofirdan boshlash ravo bo'lamdi. Balkim o'ng tarafda so'rinning kattasining oldiga borguncha 10 yoki uningdan ko'p odam bor bo'lishi, sohibxon shu 10-20 odamdan keyin andin so'rin beshining oldiga kelalishi mumkin. Islom fiqhi va islom adablari bundoq adab va ijtimoiy axloqqa daxli yetkazishni qat'iy ravo ko'rmaydi. Ammo so'rin beshi o'ziga sunilgan suvni o'zidan keyin o'ng yonidagi kichik bola yoki martabasi tuvan kishiga berishdan burun u yoqdan suvni so'l yonidagi boshqa kishilarga o'tinib berishni talab qilsa, garchi o'zi so'rin ahlining eng kichiki yoki martaba jihatda eng tuvani bo'lgan taqdirdami, ularning bu talabini qabul qilish yoki qilmaslik haqqi bo'ladi. Agar bular o'zlariga suv yoki shuningdek bir narsa sunib berilgan chaqda o'zlaridan cho'ng yoki afzal kishining sunilgan narsaga moyilligi borligini bayqab, o'zidan o'zigini a'lo bilishdagi islomiy adabga rioya qilish yuzidan shu kishidan boshlashni a'lo ko'rsa, katta fazilga noil bo'ladi. Nomi o'sadi, qadri ko'tariladi va ajrga erishadi. 19. Dadangiz va onangizning oldida adabga qattiq rioya qiling. Chunki buningga hamma odamdan bak shular eng loyiqdir. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, kishilar ichida yaxshilik qilishimga kim eng loyiq?" dedi. Rasululloh ana, andin yana anang, andin yana anang, andin qolsa atang, andin qolsa eng yaqin tuqqanlaring dedi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Hisham ibn Urva o'z otasidan rivoyat qilib deydiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu yosh bir yigitning yoshli cho'ng bir kishining oldida ketayotganligini ko'rib uningga "Bu yoq sening nimang bo'ladi?" deb so'radi. Yosh yigit "Atam bo'ladi" deb javob berdi. Abu Hurayra "Atangning oldida mangma, atang o'ltirishdan burun o'ltirma, atangni ismi bilan chaqirma" dedi.
ibn Vahbning hikoya qilishicha, imom Malikning shogirdi imom Abdurrahman ibn Qosim rahimahulloh shogirdlarining al-Muvattani o'qishiga quloq solib o'ltiradi. To'satdan o'rnidan qopib uzun turdi, andin o'ltirdi. Uningdan nima uchun unda qilganligini so'raldi. U javoban, anam bir ishni so'rash uchun tushib turib qoldi. Menmi anamga ergashib turdim. Anam yuqoriga chiqib ketgandan keyin o'ltirdim dedi. Ulug' tabiin Tavus ibn Kaysan mundaq degan: 4 turli kishini hurmatlash sunnatning jumlasidandir. Ular alim, mo'ysipet, sulton va ata-ana. Kishining o'z otasini ismi bilan chaqirishi vafosizlikdir. 20. Hafiz imom Ibn Abdulbar rahimahulloh Maliki fiqh haqida yozgan kitobi Al-Kafining oxirida mundaq degan: Ata-anaga yaxshilik qilish farzdir. Bu ish Alloh muyassar qilgan kishiga osondir. Ata-anaga yaxshilik qilish demak, ularga muloyim bo'lish, siliq gap qilish, ularga har holatda muhabbat va ta'zim ko'zi bilan qarash, gap so'zda ularga ovozni yuqori ko'tarmaslik. Magar yuqoriroq ovoz chiqarmasa anglamaydigan bo'lsa, yuqori ovoz chiqarish durust bo'ladi. Yemak ichmakda boshqalarni ulardan ortiq ko'rmaslik qatorliqlaridir. Kishi otasi bilan birga manganda otasining oldiga o'tib olmag'ay. Har qancha biladigan mavzudimi otasi gap qilganda otasining oldiga o'tib olmag'ay. Butun tirishchanligi bilan ata-onasining g'azabidan saqlang'ay va bar kuchi bilan ata-onasini xushal qilishga harakat qilg'ay. Ata-onani xushal qilish afzal amallardandir. Ata-ona yoki ulardan biri chaqirsa, darrov javob qaytarish vojibdir. Agar kishi nafl namoz bo'lib qolsa, namozni yengil o'qib, tezroq ularning chaqirig'iga javob qaytaradi. Ularga faqatla esil so'zlarni degay. Ata-ona bo'lg'uchimi bolasining o'zlariga yaxshilik qilishiga, siliqlik va kuyimchilik bilan yordamda bo'lishi vojibdir. Chunki bandalarmi Alloh yordamda bo'lganlik uchun Allohga taat ibodat qilishga va Allohning farzlarini ado qilishga qodir bo'la olgandir. Sajiya Islom tadqiqot markazi